Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, vatandoshlar. Yevropaga mutlaqo bepul va minimal xarajatlar bilan ishga joylashishni xohlaysizmi? Unda ushbu videoni diqqat bilan va oxirigacha tomosha qiling. BuyRecruit bu Latviya davlatida qonuniy ro'yxatdan o'tgan va 7 yillik tajribaga ega bo'lgan Yevropa rekruting agentligi hisoblanadi. Siz BuyRecruit agentligini qanaqa yo'nalishda ishlashligini tushunib olishingiz uchun bir narsani bilishingiz kerak. Sizga Yevropaga yuboradigan vositachi kerak emas. Sizga to'g'ridan to'g'ri yevropalik ish beruvchi kerak. O'zbekistonda ko'plab agentliklar o'zlarining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali asosan faqatgina viza olgan mijozlari bilan maqtanishadi. Biz bir narsani tushunib olishimiz kerak. Viza bu shunchaki bir hujjat. Bu jarayonda asosiysi asl natija bu ishonchli ish beruvchi, barqaror oylik va kelajakka bo'lgan ishonch. Biz vositachi emasmiz. Biz vizani sizga 3000 AQSh dollariga sotmaymiz. Biz sizga ish beruvchi bilan to'g'ridan to'g'ri aloqa o'rnatish va barcha jarayonlarni o'zingiz hal qilish imkoniyatini beramiz. O'zingiz mulohaza qilib ko'ring. O'zbekistonda turgan agentlik qanday qilib Yevropada turgan sizni muammolaringizni hal qila oladi? Ayrim agentlik rahbarlari ham, xodimlari ham hattoki Yevropa tugul Turkiyaga ham chiqmagan aslida. To'g'ri tushuning, bu O'zbekistondagi bu agentliklar oddiygina vositachi xolos. Shuning uchun biz asosiy ish joyimiz Yevropada, ya'ni Latviyada. Bizning jamoa Yevropa migratsiyasi qonunchiligidagi talablar va shartlardan to'liq xabardormiz va ushbu shart va talablarni siz bilan baham ko'ramiz. Agar siz Yevropada ishlashni xohlasangiz, ish beruvchini qidiring, har xil vositachilarni emas. Ish bu daromad, xarajat emas. BuyRecruiting jamoasida shu bugundan a'zo bo'ling va o'zingizning hayotingizni yangitdan qurishni boshlang.